Hey pul, sen nima degan chiroyliq-a? Sen bilan ko'rishmagan uzun bo'libdi-ku. Seg'inib qoldim juma. Mana, bugun Didor G'animat. Axir sen bilan yuz ko'rishdim. Hey, bizning shirkatdagilarning kallasi ishlaydi qara. Ha? Navol seni kartoq urib atgan bo'lsa, sen hozir xotinning qo'ynida bo'larding. Ha? Dapaqna. Lekin mening xotinim pul taqtirgan bildi. Hey? 1500 koy belgini bilmeydi. Şunun 500 koyni tıkıveler. 1000 koy belgini sen buldukken koy. Şuna mı? Sen 500 koy benim yanında kal. Xotin, 1500 koy vermedi. 1000 koy verdi. Şirketkiler 1500 koy verdi. Yok, 1000 koy verdi. 1500 koy vermedi. 1500 koy vermedi. 1000 koy verdi. Xotin, 1500 koy verdi. 1000 koy verdi. Xotin, 1000 koy verdi. 1500 koy vermedi. Xotin, 1000 koy verdi. Ha, xotin 1500 koy verdi. 1000 koy vermedi. Bu 1000 koy ki. Beşiz koy. Maya da aram ile otat xotin. Hay. Ben. Meni mağın berdiniz mi? Ha? Rahmet xotin. Rahmet. Bunda sehilikiniz bilgen olsa tırışıp işlep 3000 koy anlatın da. Rahmet xotin ha? Can. Sizden xeşlan demedim. Oblizga çıkıp berin ha. Ne çıka? Ay ötken dağaylık 1500 koyunu qaytırıydı deyli. Xotin. Onun ağzı pul gerek olmasa ya. Onun sonra pul gerek olmasa sonra edemez mi? Şuna mani özümüz hazırca işeltip keyin qaytırıp besek mi oldu? Keyin besekmiş o biz beremiz. Vaqtida berib deyli pul bo'lgan keyin menga. Xotin, sizmi? Mening gapim faqat kirmaydi ekan sizmi? Ha. Men demakchi xotin, ela ablas men bilan top ko'rgili bizning uyga kirmoqchi. Shu vaqt bermasam bo'lardi. Oblizga basimiz, og'ilmaydi. Ayolga chiqib bering menga. Qarab, to'shikdek o'tmay qo'ping. Men kiyimimni almashtirib olay. Men Ladi pulni bu yoqda kirgichi u yoqqa berayotgan bodayman-da. Xotin kishidan qashu chechi uzun aqli qisqa deb Oblizdan xotinga 1000 ko'yni versa, 500 ko'yni tiqib olsa, oblizga men keyincha o'zim to'liqlab bersam bo'lgan-ku. Buni nadi bu xotin bildi? Qilaychi. Oblizga o'zim to'liqlab bergan ish bo'lgan ekan. Xotin achib ketdimi? Achib berib tushay. Bedіңізме? Ha? Ablız çoğuydu barmıkke? Oy yok ki ayağına koydum. Ablısız kınak verme ya. Ha, yaxşı oldu. Mama yok mu? İçemsiz? Ha? İyi. İçemsiz dedik ha. Oy kana oğlan yaxşı tutma kire. Yaxşı mı? Musafir başlamaganda? Ay ya xeyli vaqt bağlandı. Oy. Men tek musafir başlap ketip işini aldırıp ketdim men degine yerge. Vay çitilişip kalsın da başlamadı ki. Ha. Ne kire şuna Buna olsun. koydum da olsa men çıkıp kim olmasa bıraktım kire. Ha meyli. Sen makul. Yengemge salam dana. Makul. Bak tezrak bul ya. Makul. Özünüzgile kıldınız. Pulni berib bitib o'zingiz rahat bo'lib qolgansiz. İşte sen buldu. Hozir bersekmi biz beramiz. Keyin bersekmi biz beramiz. Pokka dinimizni pul yo'q chog'da so'rab qolsa sattumamda. O sormaydı. Ona mijazını bilmem xuddi. Haldan ketim o pulni versem amılgana qaytırıp etdi meni. Endi so'ramaydi deb haqning pulni bermamdiq. Hisoblik do'st ayrilmas degan gap bor juma yerim. Ben beğenmedim dedim xuddi. Şu berme. Lekin bu Allah'ın karşısında bir yerim mümkün degen. Endi bu yoqda qilsa bu yoqda yo'q shu tanishilib ketadi demoqchi endi. 10 yillik ishlarga bir önce astoydil qarmasak bo'ladi. Biz ham tanishaylikchi. Men bo'lmanicha men o'zim qilay. Bak başta qilmay.
xotin bugungi musobaqa 5 yil qiziydi juma. Mana. Cho'qqan tutdi bular. Kira. Başlamagan da? Ya, kelim vaqt bor. Uni biz parangiz o'tiramiz aday. O'tiray, yuqorida. Kidoma. Tutdi. Ma'bul dike. Cho'qqan. Oy, rahmat. Adaş. Sen nima ağırıp bizning uyga ming ko'p pul akirib yurisa deyman. Mumkin? Yo'q, adash. Mana qiz. Ya qara, mayli pul. Va buni qaytarsam bo'lmaydi. Juma, yashqun sala. Sen bunun çalısını qaytırma deb endi najib yuraysan. Yo'q, adash. Mana daqsang men bo'lmaydi adash. Hadigidan xuddi siz bo'lsangiz gaqilga uda qilmay. Ha, ablis buni olmasangiz bo'lmaydi. Sizni bizga esqatgan, endi hisoblik do'st ayrilmas degan gap bor ilanga. Ya o diginingizmi to'g'ri, lekin bunu hozir ishlatmasan baribir. Tuta adash. Lazım bo'lganda men endi sendan olsam bo'lar emas. Allah. Mana bo'ldi deyman. Men shun qamlashda. Xuddi siz qaratmay tomoq qilmabsiz. Ma bu. Meklaga gapirmoqda. Beriklar asha. Bu ma'qul. Sen televizorni qo'yg'ashding. Ma'qul. Bunday xotin. Ming qo'y deydi-ku, biz 1500 qo'y bersak. Ay, xato anlab qolibsiz. 1500 qo'y dedi. Siz necha bergandingiz? 1500 qo'y. Shu 1400 qo'y. 1500. Sanab beqma. Sanamsa qilmoqda deb. Voy, ekilanga o'zim sanay. Ay, bu 1000 qo'y ekan, 500 qo'y qindi. Rasul 500 qo'y qamqo. Qanday qildingiz? Nimani qanday qildim shu sizdan so'rayapman-ku. La xotin 500 qo'y yo'qsa yo'qmonda unutib ketaylik o 500 qo'yni. Voy, nimani unutib ketdim-a? Chalisni qo'shib beringlar dabassa. Voy, undaq degan bilan balkim uning xotin ep qo'yga o'xshaydi. Hechnim bo'lmaydi xotin. Hechnim cho'ngaytmagan sap turdi sen, ha? Qanday sap turadi deb so'rayman men. 500 qo'yni qo'shib to'lamdim. Ya, undaq qilsangiz bo'lmaydi. So'rayman men. Adash, ben bu sabah başım kattı kudayla. Televizyon yanında olsa kokine yok. Yo'qni topolmayman. İstama yakon tapıcıya musab tugib ketib, masina o'yin kirib. Mayli. Ablis. Bir muhim gapim bordi. Xo'sh. Endi bu manda gapdi-chu. Adash ben musabdan boshlab tugib ketgan bo'ldi endi. Adash. Men Rananing bir gapi bor ekan, gapini anglab ko'rsak bo'ldi emasmi? Endi naq gapga kelsam. Voy, baxusaq voy. Birdan chidang ha. O'tirib qolmayman ya. Ya. Doğrusini islam yaxshi bo'lib qoldi. Maylimiz. Nisammi bo'ladi, lekin endi Yalnız doktorga operamsan ya adash meni. Mayli. Sami. O'tiring. Mening ko'nglim bektiz. Hozir qilishdigimek. Şu endi sizga desam. Bo'lmasa sizdan dang ha. Bu o'zi muhim gap emas edi. Voy. Ma baqdim mag'rib o'tirdi. Voy, bo'lgansa choy ich. Bo'lgansa Şu endi Haqjon pulning ishi bo'lganki, endi sizmi tushunib bo'ldingiz. nimada? Sizlarga bergan pul 1500 qo'ydi, lekin men 1000 qo'yga. Sen 1500 ga kirib bergan. Mamın koyga. Endi bildim. Bu şu. Xotnimning ishi. Buni zodi bir adablaydigan kelgan-ku. Xotnimning ishi. Yo'q, undaq yo'q. Ras. Meni xotnim yaxshi qilmabdi. Men mening ishni bir hal qilyapmasam bo'lmaydi. Men hozirdan chiqib kiray. Yo'q. Yo'q, hal qilmasak bo'lmaydi. Yo'q, vaqtida qilmasak bo'lmaydi. Yo'q. İşte bu ben. Ya sen onu unutmasan bo'ladi. Sizdan nima qilganingiz deyman, ha? Qarab turib, ikkisini jangizib qo'ygan bo'ldingiz. 500 kun shunchalik mo'yma unutib ketsak bo'ldi-ku. Voy, nima bo'ldingiz? Chiqib so'rab baqsiz nima bo'pti? Men 500 qo'yni ortiq to'lamdim.
Ama xotun ne? Abınızdan açıq kep qaldı. Xotunu qatıqıraq uritib qalsın. Ya sen demezmi sen? Voy bir oshirib et menga. Nimaga urib ketdi? Bu xotun kişiniz ya. Amma işte buzuq bu tuğan ya. Ya amma hayma abınızdan yüzü qanda qarayma. Voy nimchatdig'im. Bilmesiniz bulmamdı deyme. Bakın yok yedi iş taptınız. Mamı qaytırıp emizli bolduğa iş. Birimden kitotqa işni buzdunladı. Qaqşımaydı sen. Qaqşı. Ne buldu? Ha? O. Xotun qatıq urib sende. Xotun saxtı. Voy degine. Tanımadı. İtiraf qilmadi. Tek meni o'g'ri tutding deydi. Ey, o'ylab baqa. Men nimada shuni qilib turibsam, ha? Pul xayjamas, pul beribsam, bir yerga bormas, pul beribsam, ko'ziga nima chiroyli ko'rib shuni ep beribsam, ya nima ish qilishda qiladi, ha? Mush ishdan desam, sen men o'g'ri tutmoq ishimni deb menga so'qishib qarama yuzlarimni. Mana. Sen 1500 ga akirtmagan to'sam, o menga mumkin pul berib akirib beraman desa, o'tiriq 500 ga pul nega ketadi? Ha? Iniq bu xotni ma'qul buni sanga risk olmaysan, undan o'ylab baqadi. O'tiriq 500 ga nega ketadi? Belki chiqib qolgandı. Nega chiqib qoladi o? Voyjon, nima ish qilgan bu qiz? Shu diqqat qilmoqchi. Adaş, nima qoqshab ketdim, bek set bo'ldi. Men bu xotini yushirinchi qanday 500 ga pul tayyorlash. Ma pul neyse ağan. Bo'ldimiş işlenmiş yerde tüksün. Hem işler pat tüksünmüş öyünün içinde kalsın talağı fakat çıkartmışsın canım adaş. Sen bir hoşup gelsem. Benim hoş 500 gün köygüm yoqdi adaş. Voyjon, voy bu qizning nima qilgandi bu? Şunu demem siz. Yeymedigini qıpırvatımen, içmedigini qıpırvatımen, ağızdan nime çıksa şunu qıpırvatımen. Anda nimesiga nime yetmey mağmuşta qarsanaydı. He? Muş ağıyla bağ sen mi? Ağızlık için nime desem şunu qıpırvatıdı. Bana qarsanaydigan fakat işini qıp bakmadı. Benim ko'nglimda o'ylaganligimni hammasini bilib turdi. Meni xotnim bo'lganligim buni bilsa olmamdi. Bo'l, men ishimga turganligim, bak ajratishib ketaychi. Yo'q. Voy, undan so'z bo'lmaydi. Undan ajrashma degan gaplarni qilmang. Ha? 500 gün deb ajrashamsa, 50 ming kun to'y qilib. Sen undan deganda shu o'tirliq mushab jidal tursa qanday qilsa? Ajrashishga unda chaqchaq qildigan ish emas. Voy, nim deb shuraydigansiz. Bunday o'tib qolmadi men ham. Mush yuzimni o'ylab baqamay, ko'chada qanday men yurayman mush yuzim bilan. Ablas. Xotun. Ben xato qildim. Ben odam emas. Ben inson qilibida chiqibdim. O 500 ko'nim ben tiqib olgan. Voy, nim deb shuraysiz? Yo'q. Men hozir belgim 500 ga pul olsam, nima qilib qolsa? Xotin deya sarama ishlarib, monim ilashtiryapti birdamda mana. Voy. Bo'ldi. Ajrashib qutulmaydigan bo'lsam, mushtab bizmidan. Turing. Hozir belgim 500 kun bana deyadi. Voy, yuzim. Shimoni qaqashdan satligini. Ben qanday qarayman xotinining yuziga? Nimadan qiyin? Voy, men o yolg'iz yuziga qanday qarayman? Sen nima ish qilib yuryapsan deyman. Qamlashmagan. Şu yoksuzluktan adaş. 500 gün qaytib. Nim qilyapsiz? Bilmamsiz. Kirkit qapti. Kechir ona. Popdan qanday qilamiz? Lekin men basta berib xotnimga chiroyli gapni qilib, yarashib olgan ishni qildim. Adaş, benim ağay chiqdi. Ha? Men chiqayib, men tushuntirib beray. Jura.